C Sharp hakkındaki dersimizde devamlaştırıyoruz. Bugünkü dersimiz hadise. Yani event. Hadise deganimiz biz programmani icra qilish jarayonida yuz beradigan har xil voqea hodisalarni ko'rsatadi. Ya'ni programmaning qo'zg'alishi, bizningki mousening knopkasini chekishimiz, bir narsani yo'tkishimiz deganga o'xshash mashg'ulotlarni ko'rsatadi. Bu mashg'ulotlarning ba'zisi bizningki bevosita harakatimiz orqali amalga oshadi. Masalan, mousening o'rnini yo'tkash, mouse knopkasini bosish, knopka taqtisidan knopkani bosish deganga o'xshash. Ba'zilari programmaning o'zida ijro bo'ldi. Masalan, vaqt hodisi to'xtamay yuz berib turadi. Ondan programmaning qo'zg'alishi deganga o'xshash. Nurg'un hodisalar o'zi avtomatik yuz beradi. Endi biz programma yozgan vaqtimizda biz konkret hal qilish jarayonlarini funksiya qilib yoki kod qilib yozsak, bu bevosita ijro bo'lmaydi. Bu hodisa, bu funksiyalarni qo'zg'atish uchun cho'qim bir hodisa bo'lishi kerak. Shu hodisaga bog'langan vaqtda ondan bizning tuzgan funksiyalarimiz, obyektlarimiz ijro bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi hodisa bizning kodimizni qo'zg'atadigan sababdan iborat. Biz hodisa to'g'risidagi mazmunlarni konkret misollar orqali ko'raylik. Endi hodisani biz o'zimizning obyektlarga, kodlarga qo'sha olamiz. Ya'ni yangidan hodisa paydo qila olamiz. Lekin ko'pincha ahvolda .NET Visual Studio'da o'zi ta'minlangan hodisalarni foydalanib nurg'un mashg'ulotlarni amalga oshiramiz. Obyektlarimizga hodisa qo'shish va uni chaqirib ishlatish deganlar obyekt ko'zlangan programmalarningki mazmuniga tabiiy bo'lg'achqa u to'g'risida to'xtalmaymiz. Faqat Visual Studio'da tayyor ta'minlangan hodisalarni qanday ishlatish va u hodisalar to'g'risida ozroq tushunchaga ega bo'lamiz. Visual Studio'ni qo'zg'atdim. Yangi bir projekt quraylik. Projektning ismi Eventiz bo'lsin. Endi biz burun bir qancha misollarni ishlash jarayonida biz hodisalarni ishlatgan. Ya'ni ko'znakni qo'sh chekib, ko'znakninki qo'zg'alish hodisasini ochgan. Ya'ni forumninki ko'znakning load hodisasi. Undan boshqa biz ko'znakka knopkalarni qo'shgandan keyin bu knopkalarni qo'sh chekib uningki kilik hodisasini ochgan top. Mushuninga o'xshash Visual Studio'da nurg'un tayyor hodisalar ta'minlangan. Ya'ni ki bu hodisalarni biz ko'znakni yoki ma'lum obyektni qo'sh chekish orqali deganga o'xshash bevosita qura olamiz. Endi Visual Studio'dagi ta'minlangan hodisalarni har bir obyektning ko'rmoqchi bo'lsak, bu xoslik ko'znak rayonidan ko'ramiz. Oldi bilan hodisani ko'rmoqchi bo'lgan obyektni tanlaymiz. Masalan, ko'znak yoki knopka yoki bu yerda bir text box bo'lsa, bu text boxni tanlash orqali buning mas xosliklarini ko'rgili bo'ldi. Shuning bilan birga buning hodisa tizimligini ko'rgili bo'ldi. Masalan, knopkaning hodisasini ko'raylik. Bu xoslik ko'znak rayonidan hodisa knopkasini bosamiz. Ya'ni buni bossak, bu yerdagi mazmunlar o'zgaradi. Bu yerda ko'ringandan keyin hammasi shu knopkaninki hodisalardan iborat. Endi bu yerda kilik hodisasiga bir qimmat berilgan. Bu ishlatilgan hodisa. Ya'ni biz bu yerda kodning ichida bu knopkaga buni bog'lab ishlatdik. Bu yerdagi button bir ostiziq kilik degan hodisa bu kodimizdagi shu funksiyani ko'rsatadi. Amaliyotda biz bir funksiya tuzilib uni hodisaga bog'lab ishlatamiz. Endi bu yerda biz ko'rgan bu qurilma
biz oldingi soatlik darsimizda ko'rgan funksiya bilan o'xshash. Ya'ni buning ziyorat aniqlamasi, bu ijro bo'lmaydigan funksiya nomi, bu yerda ikki dona parametr deganga o'xshash. Demak, bu butunlay bir funksiya. Endi bu funksiya qanday qilib bu hodisa bilan bog'landi, ya'ni knopkani bosgan vaqtimiz bu ijro bo'ldi deganda, knopkaning bu yerda hodisa tizimligi va hodisa tizimligiga bu qimmat berilgan. Endi bu qimmat nerede saqlanadi desa, bu ko'znakninki designer CS deb bir hujjati bor. Bu shu ko'znakni loyihalashga munosabatli uchurlarni saqlaydigan hujjat. Shuning ichida bu knopka bilan bu funksiya o'zaro bog'langan. Masalan, buning kodini ko'raylik. Bu hujjatni ochdim. Bunun bu yerda ko'znakninki yasalishiga munosabatli bir qism kodlar yushurni holatda, ya'ni bu avtomatik hosil bo'lgan. Buni ochdim. Biz button 1ni topaylik. Ya'ni button 1 degan bir knopka bu yerda aniqlangan. Aslida biz qurgan text box aniqlanibdi. Endi button 1ning xosliklarini ko'rsak, bu yerda buning o'rni, nomi, biz buning nomini o'zgartmadik, shuni o'zbeti turadi. Buningki cho'ng kichikligi, kenglik, egizlikni ko'rsatadi. Buning tabiiyindagi tekstini o'zgartmadik. Deganga o'xshash nurg'un xosliqlar bor. Ondan bu xosliqlarning oxirida bu bir quruq kodni ko'rsak, button 1ning kilik hodisasi bu kodimizning ichidagi funksiyaga bog'langan. Ya'ni bu yerda zistigini navbatdagi ko'znakni ko'rsatdim. Shu ko'znakninki shu kodning ichida button 1 ostiziq kilik degan bir funksiya bor. Bu funksiya bilan buningki kilik hodisasi bog'langan. Buni bog'lagan vaqtda cho'qim qo'shilgan tang degan bu amallar orqali bog'laymiz. Ko'znakdagi boshqa hodisalarmi shuningga o'xshash bog'landi. Endi biz buni bog'lagan vaqtimizda bu yerdagi kodni o'zgartmaymiz. Buni siz C# mashg'ulotlariga, ya'ni bu loyihash ko'znikininki uchurlarga pishiq qo'ysangiz o'zgartin, bo'lmasa xato o'zgartib qo'ysangiz ko'znikingizdagi mazmunlar normal ko'rinmaydi. Asli keltirishingiz qiyin. Shuni buni o'zgartgan vaqtimizda shu xoslik ko'znikidan bevosita o'zgartsak bo'ldi. Bu bexatarroq usul. Endi biz bu xosliqlarga, hodisalarga qarasak, buning hammasining ismi berilgan, ehtiyojga asosan tanlab ishlatsak bo'ldi. Masalan, bir xosliq auto size changed. Ya'ni buningki cho'ng kichikligi knopkaninki o'zgargan vaqt yuz beradigan hodisa. Ondan back color changed. Ya'ni buningki knopkaninki taglik rangi o'zgargan vaqt yuz beradigan hodisa. Background image changed. Ya'ni bu knopkaga biz rasmni taglik qilib bergan vaqtimizda, ya'ni rasmlik knopka qilib yasagan vaqtimizda, shuning rasmining qimmati berilsa yoki ilib yoki boshqa bir rasm berilsa, yuz beradigan hodisa. Shuningga o'xshash buninkida nurg'un hodisalar berilgan. Bu bizningki ehtiyojimizga yetib oshadi. Shuning uchun tanlab ishlatamiz. Endi ko'p ishlaydigan hodisalardan knopkaning hodisalari. Ya'ni bu knopka taqsisidagi knopkalarning besilishini ko'rsatadi. Knopkaninki besilib turgan holati butun bir besilish tamomlangandan keyingi holati, key press degani. Key up degani knopkaning ko'tarilgan holati. Yana bir knopka besilgan vaqtda shu 3 hodisa yuz beradi. Bir knopka besilish bilan. Ondan mousening hodisalari. Mousening besilishi, mouse knopkasininki to'nga besilgan holati, mouseninki shu kontrolning ustiga kelgan holati, ya'ni enter. Hover degani mouseninki ustidan mousening stilkasi knopkaninki yoki qolgan bir obyektning ustidan o'tgan holati.
mouse leave degan holati mousening silkisi obyektning ustidan, kontrolning ustidan chiqib ketgan vaqti. Enter kirgan holati leave bo'lsa, buningkidan ayrilgan chiqib ketgan holati. Mouse degani mouse'ninki shu knopkaning yoki ko'znakning ustida harakatlangan hodisi. Mouse up degani ko'tarilgan hodisi. Shunga o'xshash buningki nurg'un hodisalar bor. O'zimiz ehtiyojga asosan tanlab ishlasak bo'ldi. Hamda ko'pincha hodisalar o'rtaq bo'ldi. Ondan kontrollarning o'zininki o'xshamagan alaylik asosan buningki ba'zi hodisalari farqli bo'ldi. Ya'ni ba'zida bor, ba'zida yo'q deganga o'xshash. Masalan, text box'ninki text change degan hodisasi bor. Mana text change. Ya'ni buningki xat kirgizgan vaqtida buningki tekstining qiymati o'zgarib turadi. Bu hodisa deganga o'xshash. Hamda ko'znakning hodisalarini ko'rsak, buning hodisalari texnik. Buningki masalan load degan hodisa bor. Biz buni burun ko'p ishlatgan. Shu ko'znak qo'zg'algan vaqt yuz beradigan hodisa. Yana demakchi kontrollarninki o'ziga xos hodisalari bo'ldi. Hamda ishlatgan vaqtimizda biz shu hodisalarni tanlab ishlasak bo'ldi. Hamda biz bu yerda bevosita knopkalarni yoki ko'znakni qo'shib uning hodisasini bog'ladik avtomatik. Bu bog'lanadigan hodisa odatda bir ko'ngildagi qimmati bo'ldi. Kontrollarninki o'zi ko'p ishlaydigan hodisalar. Shuni bevosita yozib turadi. Normalda boshqa hodisalarni ishlatmoqchi bo'lsak, masalan text box'ninki yoki ko'znakning yoki knopkaning boshqa hodisasi. Mouse up degan hodisasini yozmoqchi bo'lsak, biz shuni tanlab qo'sh cheksak bo'ldi. Buningki knopkaga mouse ki up degan hodisasini qo'shib berdi. Ya'ni biz bu yerdan qaysi hodisani ishlatmoqchi bo'lsak, shu hodisani tanlab mousening sol knopkasini qo'sh cheksak, bu kodning ichiga qo'shiladi. Yoki bo'lmasa biz funksiya yozishni o'rgandik. Funksiyani birini yozib olib, buning parametrini mush xil shaklda qilib bu funksiyaning nomini ko'chirib olib uni bu xaslik ko'zligidan mas bo'lgan hodisning keyiniga chaplab bersakmi, biz bu knopkaga bir hodisani qo'sh maqsadiga yeta olamiz. Endi bu hodisalarning funksiyalarining bu yerda parametrlarini ko'rdik. Biz bu parametrlardan ba'zi uchurlarga erisha olamiz. Shu uchurlar orqali ba'zi konkret maqsadlarni amalga oshirsak bo'ldi. Biz navbatda buni bir amaliy misol orqali ko'raylik. Biz ko'znakninki mouse move hodisiga bir kod yozib boqaylik. Mouse move buni men qo'sh chekdim. Bu yerda bir funksiya qurilib, bu funksiya ko'znakning mouse move degan hodisiga bog'lanib bo'ldi. Buni saqladik. Men hozir mouse yo'tkalgan vaqtda ko'znakning ustida mouse'ninki koordinat qiymatini ilib bu text box'da ko'rsatay. Text box 1'ning texti tang x qo'shilgan bu yerda ikki dona parametr berilgan. Bu yerdagi sender degan parametr odatda ko'pincha shu obyektni ko'rsatadi. Bu yerda ko'znak bo'lishi mumkin.
agar knopka bo'lsa knopka bo'lishi mumkin, lekin bu yerda buning tipi obyekt tipliq, ya'ni objekt. Bu obyekt tipi eng asosiy tiplarning birisi, bu abstraktlashgan tip. Buni konkretlashtirsak, ya knopka, ya ko'znak, yoki textbox degandek bir narsa bo'ldi. Bu yerdagi abstraktlashgan tip yoki abstraktlashgan obyekt degan narsalar obyekt ko'zlangan programmalash idеяsidagi atalg'ular. Buni nisb bo'lsa keyingi kursimizda ko'rsak bo'ldi. Hamda bu yerdagi degani mouse'ninki hodisiniki bir parametri. Biz buninkin ba'zi uchurlarga erisha olamiz. Masalan, ni bosdim, tikit qo'ydim. Bu yerda bu ninki bir qancha xosliklari bor ekan. Buni ko'rsak, baton, ya'ni knopka. Bu knopka xosligi mouse'ninki qaysi knopkasi besildi deganni ko'rsatadi. Bu yerda mouse'larimizda ko'pincha 3 tane knopka bor. O'ng knopka, sol knopka, o'rtadagi knopka. Ondan buningki kilik besildimi, qancha qatim besildi deganga o'xshash. Ondan bizga lozim uchur hozir location, ya'ni mouse'ninki stilkisi ko'znakninki qayerda yoki bo'lmasa buningki x y qiymatini olsakmi bo'ldi. Location ishidimi x y bor. Bu yerdan buyursa x y qiymatini olsak bo'ldi. Mouse'ning x qiymati buningki qo'shimiz pashtin birini undan keyin y qo'shchikit ning y qiymati yoki y qiymati. Men hozir bir quр kod yozdim. Bu kodninki ma'nosi mouse'ninki x y ya'ni xy qiymatini elib textbox'da ko'rsatdi, ya'ni textbox'ninki tekstiga biradi. Bu yerda men bu sonlarni aniq farqlarni bilib bo'lish uchun oldiga x qo'shchikit y qo'shchikit degan xatlarni qo'shib qo'ydim. Biz buni endi ijro qilib ko'raylik. Bu programmamiz qo'shildi. Men buni ko'znakninki hodisini mo hodisiga yozgan. Mouse'ni buning ustida harakatlantirsam, mouse'ning o'rni qayerda bo'lsa, buningki qiymatini elib bu textbox'da ko'rsatib turadi. Endi bilib olishga tegishli bir narsa, bu keyingi foydalanadigan mazmunlar uchun bo'libmi grafik bartaraf qilish uchun. Odatda kompyuterda koordinatni sol yuqori bo'lingdan boshlab hisoblaydi. Ya'ni bu yerda ko'rsak, mouse'ni bu eng usti bo'lingga ekalsak, qiymat tadrijiy kichiklaydi. Eng bo'lingga ekalasak, 0 dan 0 bo'ldi. Masalan, x qiymati 0 oldi, y qiymati 1. Ostiga o'tkazsam buning y qiymati oshadi. O'ngga o'tkazsam x qiymati oshadi. Bu bir hodisini ishlatish jarayoni. Endi bizning bu darsimizda, ya'ni hodisa to'g'risidagi darsimizda Visual Studio'da qanday hodisalar ta'minlangan, bu hodisalarni qanday ishlatishni bilib olsak bo'ldi. Biz nurg'un funksiyalarni yozamiz. Ondan uni shu ma'lum bir hodisaga bog'lab, shuni bilan ijro qilamiz. Bilib olishga tegishli mazmunlar faqat mushular. Shuningdek hodisa to'g'risidagi mazmunlarimiz tugadi.